Siz Rossiyadamisiz? Moskovskiy oblastida ish qidirib yuribsizmi? Unda mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Albatta siz bugun ishlik bo'lasiz. Tushunganinglardek, bizda yana yangi ish o'rinlari ochildi 100 ta odam uchun, ham erkaklarga, ham ayollarga. Bu ishimiz Moskovskiy oblastida skalat avtozapchast skalatiga komplektoshnik upakovchiliklar kerak. Ham erkak, ham ayol 18 dan 45 yoshgacha. Bu ishimiz ofitsialniy, tudodagor udельная kompaniya o'zi topshirib beradi. Shuning uchun Moskovskiy oblast patenti bor aka-opa-singilamiz ekrandagi nomerlarimizga srочно aloqaga chiqinglar. Chunki bu ishimiz uslovlari aynan sizga yoqadi. Yotog'i tekin, registratsiya tekin, olib olib kelish mutlaqo tekin. Sizdan pitaniya hamda patentga to'lov o'zingizdan. Smenasi 2 haftada, 1 hafta davomida ish o'rgatishga, hop, smenasi 3700 dan bez объем. Agar siz объемga chiqib ketaman desangiz, o'sha siz 1 hafta yoki uzoq 2 haftada siz объемga chiqib ketasiz. Endi ish объемga o'tadi. Endi объем desa, smenasi 3700 emas, smenasi 5000, 6000 rublgacha ishlab topish mumkin. Bu albatta o'zingizning harakatingizga bog'liq. Mana shunaqa ish oyligi bir oyda 2 marta ofitsial ish bo'lgani uchun. Har 15-chi, har 30-chisoda oylik, har hafta 5000 rubldan avans. Agar kim oy davomida yaxshi ishlasa, albatta premiyasi ham har oy 5000 rubldan bor. Undan tashqari sizlarga bonus, siz bu ishga kelasiz, ish sizga yoqdi. Agar yoqsa, yaqin birodaringizni chaqirsangiz, siz orqali u ishga joylansa, sizga yana 5000 sizga plus, ya'ni 5000 sizga bonus berishadi. Mana shunaqa добрый kompaniya. Kimga mana shu ishimiz yoqqan bo'lsa, albatta ekranda nomeriga srочно aloqaga chiqinglar. Ekranda nomerlar sizlarga to'liq lokatsiyalarni tashab berishadi. Nimani tushunmagan bo'lsangiz, sizlarga qolgan ma'lumotlarni tushuntirib berishadi. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doim Zuhriddin Musofir bo'ldi. Videoga like bosib, ish qidirib yurgan, musofirda Moskovskiy oblastida yurgan aka-opa-singillarimizga shu videoni jo'natib qo'ysizlar. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, поколение ассоциациясы сиздерди акысыз медициналык текшерүү акциясына катышууга чакырат. Бул акциянын максаты ата журттан алыста жүргөн мекендештердин ден соолугуна кам көрүү. Бул күнү сиздер үчүн дарыгерлер менен тармактык адистердин консультациялары, терапевт, уролог, стоматолог, педиатр, хирург, травматолог, ортопед, гинеколог, УЗИ, ЭКГ адистери жана башкалар. Ден соолукту сактоо жана оорулардын алдын алуу боюнча сунуштар. ЭКГ жана УЗИ 50% арзандатуу менен кызмат көрсөтөт. Регулярдык текшерүүлөр көйгөйлөрдү эрте этапта аныктоого, активдүүлүктү сактоого жана оорулардын алдын алууга көмөктөшөт. Сиздин ден соолугуңуз бактылуу өмүрдүн негизи. Өтүүчү датасы жана дареги 2025 жыл 12 апрель эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин Мирамед көп тармактуу медициналык борборунун 2 филиалында тең өтөт. Метро Автозаводская +7 495 129 0086 +7 916 745 66 97. Кошумча маалымат. Текшерүү жалпы мекендештер үчүн акысыз өткөрүлөт.